Assalomu alaykum. Bugun sotuvimizda yangi Bezprabeg полный full versiyada GLE 450 avtomashinamizda R 22 razmerdagi AMG diskalarda turibdi. Qoraga qora salon, полностью do'ppo'pchalar qo'shtirilgan, dugoviy rullarda, piano stavkalarda, burmistr akustika, обдув, обогрев, память сидения, head-up display, pnevmopodveska, touchpad, stakanchik issiq sovutish funksiyalari bilan jihozlangan. Panorama lyuk, qoraga qora salon, yangi Bezprabeg mashinamiz 26-yil xarid qilingan, 25 kuzovda. Orqa qatorlarida planshet, 4 zonli klimat kontrol, barlari ham uzaytirilgan versiyada ushbu narsalarimiz ham do'ppo'pchaga kiradi. Ichki qismi полностью laminatsiya qilib qo'yilgan, olib haydashlaringizga tayyor. Kuzovi esa полностью broneplyonka bo'lgan. Ideal holatda 22 AMG diskalarda полный full GLE 450 Fomatic avtomashinamiz suv komplektatsiyada. Avtomashinamiz yana ko'plab funksiyalar bilan jihozlangan. Narx va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun karsmir.uz bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib zo'r narxlarda qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Hammalaringizni kutib qolamiz.